2023-yil 1-apreldan buyon yurtimizda quyoshli xonadon dasturi amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida respublika hududlarida aholi xonadonlariga o'rnatilgan quyosh panellarida ishlab chiqarilgan va o'z iste'molidan orttirib yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovat soatiga davlat byudjetidan 1000 so'mdan subsidiya ajratilmoqda. Bu imkoniyat va imtiyozlardan foydalanayotgan yurtdoshlarimiz soni tobora ortib bormoqda. Mavzuni ilk lavhada muxbirimiz Naima Xurramova davom ettiradi. Mamlakatimizda quyoshli xonadon dasturi ishga tushganiga 2 yil bo'ldi. Ushbu dastur asosida 36 mingdan ortiq aholi xonadonlarida umumiy quvvati 182 megawattdan yuqori bo'lgan quyosh panellarining o'rnatilishi rejalashtirilgan. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham ekologik toza elektr manbaidan foydalanuvchilar soni tobora ortib bormoqda. O'rnatilgan quyosh panellari 10 kilovattga mo'ljallangan. Xonadonimdagi o'rtacha kunlik iste'molim 5 kilovatni tashkil qilyapti, lekin o'rnatganimga hech qancha bo'lmadi. 5 kun bo'ldi. 5 kun davomida 240 kilovat elektr energiya ishlab chiqarildi. Buning natijasida ko'rinib turibdiki, o'rtacha 200 kilovatdan foydaga kiryapman. O'z ehtiyojimdan tashqari. Agar xonadoningizga 5 kilovat quvvatdagi quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatsangiz, bu sizga o'rtacha 30 million so'mga tushadi. Bugungi kundagi tarif bilan hisoblaganda u o'rtacha 4 yilda o'zini qoplaydi. Keyingi 16 yil davomida esa quyosh stansiyasidan chiqqan elektr energiyasiga umuman pul to'lamaysiz. Bundan tashqari quyosh panellari o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslar 3 yil davomida yer va mol-mulk solig'idan ozod etiladi. Shu 5 kun ichida 140 kilovat ishlab chiqarildi. Quyoshli kunlarda bahor payti-ku ishlab chiqaryapti 4-7, 4-8 kilovat soatiga. O'zimizda hozir iste'mol qilgan kilovatimizdan tashqari davlatga ham o'tyapti. Soliq o'zidan ko'rinib turibdi. Bemalol yetadi. 5 kilovat yetyapti bitta oilaga. Bizda endi Ariston ishlaydi, konditsioner ishlaydi. Hozirgi paytda ustalar ishlayapti. Endi masalan ko'p narsalar ishlatadi, svarishni apparat yetyapti, hammasiga yetadi. Shu kunga qadar Shirin shaharchasida 14 ta xonadonda umumiy quvvati 94 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Energetiklar bu panellarning foydasini yaxshi tushunishadi. Yana 300 nafar fuqaro o'z xonadoniga 5 kilovatli quyosh panellarini o'rnatish istagini bildirishgan. Qolaversa, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining tok bilan bog'liq ehtiyojlarini qoplash uchun ham 1.9 megawatt quvvatga ega quyosh panellari ishlab turibdi.